بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli ustozlar va qarindoshlar bugungi tafsir darsimiz Baqara surasi 182 oyat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يعب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. Yuqorida o'qilgan oyatning qisqacha tarjimasi: Ey Allohga iymon etgan va Allohning payg'ambariga ergashgan mu'minlar, sizlar qarz shaklida muomala qilsanglar, sizlarning ba'zinglar ba'ziga ma'lum muddatgacha qarz bergan bo'lsa, bu qarzni yozib qo'yishinglar kerak. Sizlarning o'tiranglardagi qarz muomalasini xat yozalaydigan bir odam insof bilan, haq bilan, shariatga muvofiq holatda yozish kerak. Alloh xat yozishni o'rgatgan, xat yozishdan iborat ilmni biladigan bu odam qarz yozib berishdan bosh tortmaslik kerak. Ya'ni bu qarzni odillik bilan to'g'ri shaklda yozib berishdan bosh tortmaslik kerak. Qarzni to'laydigan odam shu o'z ustidagi qarzni tafsiliy deb berish kerak. Hattoki bu shu odamdan iqror bo'ladi. Ya'ni menda palaniningki manchilik haqqi bor, buni palan vaqtda o'tayman deb. Bu odam qarzni deb bergan vaqtida Allohdan qo'rqish kerak. Qarzdan hech narsani, uning mayli miqdorida bo'lsin, turida bo'lsin, kayfiyatida bo'lsin, hech qanday bir narsani kamaytirib o'tmaslik kerak. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. Hamda qarz olgan odam, bu odam ya'ni qarz olgan molni to'g'ri shaklda bir taraf qilolmaydigan bir ahmoqroq odam bo'lsa, yoki yishining kichikligi, yoki bak yashinib qolgan, yoki aqli o'sha joyida bo'lmaslik sababidan ojiz bir kishi bo'lib qolgan bo'lsa, yoki bu odam kekashligi yoki gapqilanmasligi sababidan o'z ustidagi qarzni chiroyli shaklda aytib berolmaydigan bo'lib qolsa, bu odamning ishlariga mas'ul bo'lgan valilardan birisi haq bilan, insof bilan yozgan odamga shu qarzni deb berish kerak. Ya'ni bu odam falon kishidan manchilik miqdorda manchilik qarz olgan, falon vaqtida beradi deb buni tafsili deb berish kerak. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Qarz muomalasi qilgan vaqtida aqlli, odil kishilardan ikki odamni guvohchilikqa tortish kerak, guvohchilikqa chaqirish kerak. Agar hamda ikki er kishini topolmagan vaqtida adolatlik, aqli o'sha joyida bir er kishi va dinda va omonat tarafda rozi bo'ladigan ikki ayol bo'lsa kifoya qiladi. Nima uchun ikki ayol ketadi desa, hatto ikki ayolning biri unutilib qolsa, uni yana biriga eslatadi. Shunga ikki ayol guvohchilikda bir erning o'rnida turadi. ولا يعبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسعموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى عجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. Guvohchilik bir ish talab qilingan vaqtida to'g'ri shaklda guvohchilikni ado qilishdan bosh tortmasin. Ularning ustiga guvohchilikni ado qilishpa. Chunki ular shu qarz muomalasiga guvoh bo'lganlikdan. Hamda bu berilgan qarz oz bo'lsin yoki ko'p bo'lib ketsin, buni yozadigan odam bundan zirib qolmasin. Chunki buni belgilangan muddatgacha yozish kerak. Qarzning o'zini va uning tafsilotini yozishning o'zi Allohning shariatida adil ishdir va guvohlikni turg'izish va ado qilishda eng to'g'ri shaklda ilib boriladigan ish. Shundaqla qarzning turi, miqdori, muddat to'g'risida shakni yo'q qilishga eng yaqin. Chunki qarz o'z ayni tafsili yozilgan vaqtida qarz olgan odammi buningdan yenib ololmaydi. Shundaqla qarzni vaqtida beradi, kechiktirmaydi.
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. Mal mı hazır, alıdığan adam mı hazır, pul mu naq, satıdığan mal mı naq, bunda naq ticaret boğan vaqtida ne yazması mı boludu. Çünkü malını naq birib, pulni naq algandikin buni yezishga hojat bo'lmaydi. Allah subhanahu va taala sizlarning aranglarda talash tartishga sabab bo'lib qoladigan ishni cheklash uchun guvohchilarni hozir qilishni yo'lga qo'ydi. Unda bo'lgandikin mayli bu qarzni yezib bergan katib yozg'uchiga va xolis guvoh bo'lgan guvohchilarga ziyon yetkazishga bo'lmaydi. Shuningdek, ulardan hamda bir qarzni yezib bering deb birisi talab qilsa, qasdan qarzni yoki ziyoda yoki uning bir tarafini o'zgartib yezib, ularga ziyon yetkazishni to'g'ri bo'lmaydi va guvohchilikmi shunday bo'ladi. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Agar sizlarning oranglarda shunday bir ish yuz berib qolsa yoki qarzni yezib bergan katibga yo guvohchiga ziyon yetkazadigan bunday bir ahvol bo'lib qolsa, bu mening ziynimga guvohlik berdi yoki bu mening ziynimga xat yezib berdi deb ularga ziyon yetkazadigan ish bo'lib qolsa, bu Allohning taatidan chiqqanlik, Allohning buyrug'iga osi bo'lganlik hisoblanadi. Ey mu'minlar, sizlar Alloh subhanahu va taolo sizlarni ado qilishga buyurgan ishlarda Allohning buyrug'iga bo'ysunish va Alloh cheklagan ishlardan yiroq bo'lish orqali Allohdan qo'rqinglar. Allah sizlarningki dunyo oxiratda sizlarga foydasi bo'lgan ishlarni o'rgatadi. Allah subhanahu va taolo hamma narsani bilguchidir. Hech qanday ish Allah subhanahu va taologa maxfiy qolmaydi. Yuqorqi oyatdan ilingan foydalar birinchisi muomalasi bo'lgan vaqtida buni hujjat keltirishninki va shundaqla moliya iqtisodga aloqador har qanday muomala bo'lgan vaqtida ixtilofdan saqlanish va talash tortishdan saqlanish uchun buni xat shaklda hujjat yezib qoldirishninki yo'lga qo'yilganligi bu oyatdan ochiq ifodalandi. İkincisi, qarz muamillarining hammasida shundaqla ijara muamillarida muddatni to'liq yezish. Palani vaqtgacha qarz berdim, palani vaqtida qaytirdi yoki buni palani vaqtgacha ijara berdim, shu vaqtda to'shidi deb buni aniq yezish vojib bo'ladi. Yana bir foydasi hamda kichiklik yoki aqli to'liq to'shmagan yoki masalan aqli shu joyida emas, yashinib ketgan mandaq kishilar bo'lib qolsa, ularning o'rnida ularning ishlariga ega bo'ladigan kishilarningki ularning o'rnida turib, shunda qarz muomala ishlarida ularning yozadigan ish bo'lsin yoki ag'zaki iqror qiladigan ish bo'lsin, ularning valiylarininki ularning o'rnida turishiningki bekitilganligi mush oyatdan chiqadi. Shuningdek, har qanday bir narsa iqror qilgan vaqtida, mayli qarz bo'lsin yoki boshqalarning haqqiga aloqador bo'lgan haq-huquqlarni iqror qilganda bu yer cho'qim guvohchilarni hozir qilishdinki yo'lga qo'yilganligi. Oyatning yana bir foydasi bu yerda adolat va qarzning muddatini to'liq yozishning jumlasidan yozuvchimi har bir so'zni nihoyatda to'liq ochiq yozish kerak va buni har qanday muomala bo'lsa shu muomalaninki usul qoidasi tartibi bo'yicha ifodalab xatni nihoyatda ochiq tushunishli yozish kerak. Har qanday bir sabab bilan hamda haq huquqni putib bergan, hujjat bergan, xat yozib bergan odamga va shundaqla haq huquq egalariga ziyon yetkazishga bo'lmaydi. Shuningdek, har qanday guvohchiga va xat yozib bergan odamga ziyon yetkazishga bo'lmaydi. Bunda qilish Allohningki buyrug'iga qarshi chiqqanlik hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo har birimizni har qanday bir muomala ishlarni qilgan vaqtida Allohning rasulining ko'rsatmasi bo'yicha shariatga muvofiq holatda ilib berishga, o'zaro diniy qarindoshlikqa ta'sir yetkazadigan talash tortish va da'voga tushib qilishdan saqlanish uchun har qanday muomala ishlarini cho'qim yozma shaklda aniq barlar bilan yezib qoldirishga zarur ekanligi bu oyat ifodalandi. Alloh hammalarni bunga amal qilishga muyassar qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.